Hammaga salom, sizlar bilan Minecraft Uz va bugungi mehmonimiz Dream Uz. Oy, nima yoqqa qarab tursan-ey? Xo'sh, bugungi qiladigan ishlarimizni gapirib o'tsam, birinchi o'rinda bizda har bittamiz 250 tadan zombi o'ldirishimiz kerak. Bu zombilar mana shu yerda spamdi. Mana shu o'zida spam bo'ladi. Nimaga mos qatib qoldi? Ha, men telefonim sal qatyapti ekan. Hozir Hammaga salom, sizlar bilan Dremus. Bugun biza 250 ta zombini o'ldirishimiz kerak. Xo'sh, qiladigan ishlarimiz haqida qisqacha aytib o'tdim. Biz videoni telefonni qochishdan boshlaymiz ekan. Yo'qlar juda qattiq uryapti-ku. Bizda hozir bunchalik ko'p zombi chiqmaydi. Bu narsani o'zimiz tayyorladik. Biz nima desam ekan bularni hech qurini kutish kerak, ammo yomon qattiq hisob tashlayapti bular. Lekin juda ehtiyot bo'lish kerak, chunki bular o'ta darajada xavfli bo'lgan. Qanday tashqari qaytarma zarbasi. Yo, men uryapsan. Uzr. Qanday odam bunaqa dabadron bo'lishi mumkin? Bolas ham haraka etadi. U ana oltin kiyimlisi. O'zim zashtaq turibman, qo'rqma. 2 ga 1, 3 ga 1 qolalımman lekin. Yo, bular bilan ana sen bos shuni. Yo'q. Men orqadan yordam beryapman. Bola kameket o'ldir. Bizi bor yo'g'i hozirga 5 dona zombi o'ldirdik. Biz yolvoryapsan hammasini? 32 ta bo'ldi-yo, menikilarnikini qo'shganda. Bilasan, Zombi bolas oltindan kiyinganmi? yo, qara.